shunaqasini qo'ygan. Komissiya tarkibi shakllangan. Suhbatimiz yozib olib borilyapti. Suhbat natijasi bo'yicha taklif qilganimizda aytasiz. Tayyormisiz? Hozir oxirgi tushunasiz qayerda? Tushunmayapsizmi aka? Bo'lmasa aka qarang, bunday qilamiz. Vaqtimiz ham kamroq, men telefonni blokiga qo'yaman. 3-nomzod Ziyod Farruxjon qo'lingizda bor obyektga, to'g'rimi? Shunga hozir o'zingiz savolingizni berasizlar. Hozir blokiga qo'yaman. Kim etdi u? Vaqtini Ziyod Farruxjon. boshqa kelgan. Bilmayman yo'q, qani boshqa. Bo'ldi, ishlayapman, savolingizni bersangiz o'zi. Zapis Mo'g'ulistonda universitetda o'qiganman. Geografiya fakultetini geodeziya, kadastr, kartografiya yo'nalishini tamomlaganman. Xuddi shunday tapassyomkalar qilishni bilaman. Oxirgi 1,5 yilchadan beri Instagram geodeziyada syomka qilishni shug'ullanaman. Undan oldin yo'l byurosida ham o'sha geodeziya ishlari bilan shug'ullangan, syomkalar bilan. Elektronniy taxometrlar qanaqalarda ishlayapti? Ishlaganlarim Sonix bilan Leykada ishlaganman. Yaxshi, Sonix ishlarlar. Endi to'g'ri syomka qilgan bilan kartografika, marshrutllik o'lchov ishlarini olib borib, bu degani ya'ni qazib olingan hajmni hisoblab chiqaradimi? Qaysi programmalarda hisoblab chiqaradi? Oxirgi shu 1,5 yilchadan beri o'zimda shu ish bilan shug'ullanib kelyapman. Bergan отчетlarni ham qilib, ob'yomlarni chiqarib, tadbirlar ishlab keldim. Shu 1,5 yilcha. Shuning uchun AutoCAD'da Civil3D programmasida ishlayman. Asosan o'shanda ob'yom chiqarib, o'sha bilan chiqaraman. Qanday olasiz uni? Qayerdan danetini olasiz? Chunki hozirda chiqargan bilan soliqda yoki prokuraturada bizda ishimizda nima bo'lishi mumkinda? Tonnada berish mumkin. Sizga shuncha solishtirma og'irlik kayfiyat kerak. O'sha kayfiyatni qayerdan olasiz? Shu har bitta raqamni foydali qazilmani o'zini hisoblash nafasi bor. Ob'yomni hisoblash uchun narxlari bor. Hammasini danalari bor, tonnadan narx o'tkazishga ob'yomini ma'lumotlarni ko'pchilik ma'lumotlardan olib hisoblab chiqarib ketaveradi. To'g'ri, lekin asosan manimcha ishlaydigan mutaxassislar birinchi navbatda bu geologik hisobotda, geologik отчетda bu laboratoriy analizlar, optik metodika analizlar orqali hisoblab chiqariladi, shu yerda yoziladi. O'sha yerdan keyin teoriyadan proyektga hammasiga o'sha yerdan ketadi. Lekin uni boshqa hisoblab chiqish mumkin. Qolgan savollar hammasi to'g'ri. Mazga hozir obyekt bersam hisob bera olasizmi? Qattiq ishlagansiz program tashkilotida, shaxsiy sektormi? Ha, shaxsiy. O'sha yerda prosedura ishlaganman.
uzoq vaqt ishlaganim yo'q, lekin asosan o'sha topganlarni o'sha Mashina ishini mashina ishini qilganmizda, syomkani qilgansiz. o'sha syomkasini topganlarda o'sha tabiiy o'rta Qaysi cho'llar obyektda ishlagan? o'rta cho'llarda ishlaganman. Qaysi obyektda ishlagan? Ham qaysi obyekt? Endi bizda boshliq obyektlarni boshliq kelib bunaqa qilishadi. Oddiy unaqa частный firma boshlig'imiz avionni olardi, bizga joyni tushuntirardilar, borib o'sha yerda syomkasini olib kelib, biz avionni chiqarib berardik, pergalacho'larni taxlab bunaqa tadbirkorga topshirardik. Shu qaysi obyektga xizmat ko'rsatgansiz? Qaysi firmalarga ishlar aniq qilgansiz? Xizmat ko'rsatgansiz. Nima vertolyot berganmisiz yo'q, nima bo'yicha ishlagansiz? Endi menda juda ko'p ma'lumot bo'lmagan o'sha paytda, ko'p ma'lumot berilmagan bizga. Bizga faqat tushuntirilgan, borasa joyini tushuntirgan, qanaqa nima ish qilish kerak, qayerdan avionni olish kerak. Bizga o'sha ishlab yurganim uchun boshida ustozim bo'lgan. O'sha bo'yicha ketaverganmiz. Mana sizga hozir именно boyagi qaysi tashkilot bilan ishlaganimizni va qanaqa Nima seriya bo'yicha ishlagansiz? kvarslar bo'yicha asosan kvarslar kelardi. Kvars qazmalar bo'yicha shu qizil sifatda bo'lardi. Bu skrishasidan g'ilofisi bilan dabichani pikidan avionni olib, syomka keladi degan avionni chiqaraveradi. Kvars qanaqa hisoblanadi? Kvars qanaqa ko'rinishda bo'ladi? Kvarsda man shu faqat tuproq sifatida ko'rganman. Shu tuproqdek bo'ladi, juda boyagi bo'lmaydi. Qizil sifat bunaqa fioletliroq oттенкалari bo'ladi. Ular jil bo'ladi. To'g'rimi? Zona. Zonani qanaqa hisoblaysiz? Zona nima? Zona. O'sha oxirgi qilingan undan oldin o'sha ketgan mana TOSida proyektida qilingan syomkasi bor. O'sha nimalarni bergan bo'yicha, bizga bergan ma'lumotlar bo'yicha o'sha oldingi ishlatilgan kreditlar ma'lumotlardan foydalangan holatda ularni reperlari bo'ladi. O'sha reperlardan foydalangan holatda qazib olingan qismini biz syomka qilardik. O'sha syomkadan avion chiqarib berardik. Общий narsa. Jila zona. Kvars jila ko'rinishda bo'ladi, to'g'rimi? Hop, qanaqa bo'ladi? Qanaqa hisoblanadi? O'zi umuman bu narsani Orada 2 yil boshqa bo'lgan ekan, nima qilgansiz ki? o'rtada 2 yilda nima qilganman? Yo'lovchi byrosidan ishdan ketganimdan keyin u yerda qisqartirish bo'ldi. Avion kamayib ketganiga o'sha payt chiqdim degan o'zim частный biznes qilganman. Qanaqa частный biznes? Kompyuterni klubim bor. Kim sotdi? Kimsiz o'tdi? O'zim ochganman. Kimsiz o'tdi? O'sha yerga direktormi? Kimsiz o'tdi? Avtomatik o'zim ochganman, o'zim kerak. Ta'sischi qilib tushgan. Hukumat bilasiz yo'q. Ha, yo'q shu. Yo уже yopilgan, keyin men bu yoqqa kirib ishlatganman. Lekin ishtilayaptimi? Ovoz. Ha, eshitilyapti. Hozir umiddan keyin tugib ketgan sal kechroq keldim. Ha. Hozir 3tasiga qatnashdik. Shu Farruxjon ismli yigit bilan ham hozir savollarni berdim. Qaysi programmada ishlashlari, qaysi taqvim metrda ishlashlari. Eshitdim. Gaplashdik, eshitdim uni. Aha. Eshitdim, javobini ham eshitdim. Hozir bulardan oldin bolaga kelishdimi? Ikkita bo'ldi. Yo'q, suhbatga kirishib keldi. Bundan oldingi bolalar bilan gaplashdingmi? Ha, bundan oldingi bolalar bilan gaplashdim. Bundan oldingi yigit Marjonbuloq rudnigida главный injener, главный geolog, Teminbuloq konida geolog bo'lib ishlagan ekan. Geologik jihatdan o'rganish ishlari bo'yicha savollar berdim. Qanday etaplarda boshlanishidan oxirigacha podrobniy gapirib berdi. U yigit
shu izocheniyalarini qanday tartibini hammasini to'g'ri tushuntirdi. Endi marshruter bo'lmaganligi uchun marshruter savol bermadim. Geolog sifatida ma'qul. Undan oldingisi Farhod ismli yigit nima qildi? Bo'ldi. Shimoliy Kongosh. Bo'ldi, yetarli, rahmat. Bo'ldi. Siz nima priborda ishlaysiz? Ishlagansiz? Lekada ishlaganman, keyin so'ng ishladim. Lega bilan Stonex bo'ladi. Dron ishlamagansiz? Dronlar bilan ishlamaganmiz. Fotolarni qila olasizmi? Yo'q, ular bilan ham hali ishlamadim. Unaqa unchalik darajada texnologiya yo'q. Biz lekin men unaqa narsalarga tayyorlanishga, o'rganishga naqa bor. Ishtiyoq bor, lekin bizda imkoniyat bo'lmagan. Faqat o'sha ishda bizga berilgan foydalangan holatda. Qayerda anaqa onangiz qayerda direktorlar? Oyimni savdo qiladilar, bozorda savdo qiladilar, u yerda chasib ferma ochganlari, unaqa yaqinda emas degan. Onangiz qayerda direktorlar? Unaqa listov служба, listlarni Chasizlik. da, ko'p qavatli listlarga xizmat ko'rsatish bunaqasida ishlaydilar. Yo'q, yaxshi. Do'psiz bormi? Dokuz. Nimaga? Mashqada ishlaydi. Bu shuni. Diplomlarni qo'narsam. Do'psiz bormi? Sigaretli ma'lumot. Yo'q, unaqa narsa Do'psiz yo'q. Sudlanganlar yo'qmi oilada? yo'q. Yaqin qarindoshlar? Yo'q. Qarindoshi chet elda yo'q? Yo'q. Ko'rsatib do'psiz qolganda отказной kelsa, siz ishga qabul qilamiz. Bas shuni. Lekin unaqa narsa bizda yo'q. Komissiya taklifiga e'tiroz to'g'rilangan. Yo'q. Mayli, javobini elektron platforma o'tkazing. Rahmat qilaysiz. Salom. Mana ikkita